Shou-biznes olamidan yana bir shoshilinch tezkor xabar. Barchamizga yaxshi tanish bo'lgan aktrisa Durdona Qurbonova haqida hozirgina shov-shuvli xabarlar tarqaldi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin do'stlar, kanalimiz sahifasiga xush kelibsiz. O'zbek hamda jahon shou-biznes olamidagi eng tezkor va qaynoq yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun like hamda podpisatsiya tugmachalarini bosib qoldirishni unutmang. Aktrisa Durdona Qurbonova ijtimoiy tarmoqlarida o'zi uzoqdan beri xohlagan rangdagi iPhone telefonini xarid qilgani aks etgan videoni ulashdi. Eng yaxshi ko'rgan rangimda. Aktrisa video ostiga eng yaxshi ko'rgan rangimda endi telefonim bor deya izoh qoldirdi. Durdona Qurbonovaning tanlovi yashil rangdagi iPhone bo'ldi. Video ostida uning yaqinlari va muxlislari yangi telefonini tabriklab, yashil rang juda chiroyli ekanini yozishmoqda. Yashil rangdagi ayrim iPhone modellari va maxsus versiyalari har doim ham keng miqyosda ishlab chiqarilmaydi. Shu sababli bunday rangdagi qurilmalar muxlislar orasida ham alohida qiziqish uyg'otdi. Aktrisaning yangi xaridi uning kuzatuvchilari tomonidan iliq kutib olindi. Aktrisa Durdona Qurbonova haqidagi fikrlaringizni albatta sizlar ham izohlarda yozib qoldirishni unutmang.